Soyaning qobiliyatlari. Soya yashovchi mavjudotlardan biri edi. U Syuichini tanasini egallamoqchi bo'lgan. Ammo binafsha kristal uni to'xtatib qolgan va bu Syuichini tanasini soyaga aylantirdi. Vaqt o'tishi bilan soya turli o'zgarishlardan o'tib, Syuichinga yordam beradigan yangi qobiliyatlarni qo'lga kiritadi. Birinchisi, mutatsiyaga qarshi immunitet. Syuichin dunyosidagi barcha ruhiy energiya mabutlar dunyosidan kelgan aura bilan zararlangan edi. Turli texnikalar begona energiyani mutatsiya nuqtalariga ajrata olardi, ammo uni to'liq yo'q qila olmaydi. Tanasida begona energiya bo'lmagan odamlar juda ham kam uchraydi. Syuichini soyasi nafaqat uni yuta oladi, balki bu qobiliyatini yashirish uchun uning tanasini shu energiya bilan to'yintira ham oladi. Shuningdek, ruhiy energiyani ham yuta oladi. Ikkinchisi, yashirish. Sirlarni yashirish uchun yaxshi qobiliyat. O'zining kultivatsiyasi yoki xazinalarni yashirishi mumkin. Uchinchisi, kuzatuv. Bu yerda hammasi tushunarli. Soya qorachig'ini ta'sir doirasida xohlagan odamini kuzatishi mumkin. To'rtinchisi, nazorat. Soyalarni yutib, ularni o'z boshqaruvi ostiga olishi mumkin. Kelajakda Syuichin uning yordamida dushmanlarni dahshatga soladi. Beshinchisi, qo'shilish. Daxni ichiga kirgandan so'ng Syuichini ko'rsatkichlari bir necha barobar oshdi. Ammo u tanani chiniqtiruvchi kultivatorga aylandi. Ya'ni bosh qahramon sehrlarni qo'llash uchun ruhiy energiyadan foydalana olmaydi. Oltinchisi, yutish. Taqiqlangan hududlar. Mabutlar otasini nazari tushganda shakllangan joylardir. U yer begona energiya bilan to'la va u yerda uzoq qolish mutatsiyaga olib kelishi mumkin. U yer juda xavfli. Uni mutatsiyaga uchragan yirtqichlar hamda sharpaga o'xshash mahluqlar va turli anomal hodisalar egallagan. Bunday hududlarni yutganda soyaning peshonasida taqiqlangan hudud totemi shakllanadi. Bu qobiliyat yordamida Syuichin yadroviy bombalar yarata oladi. Va yana vayron qilish va tovush orqali boshqarish. Vayron qilish soya son sanoqsiz ko'zlarni pirpiratib halokatli bosim hosil qila oladi. Tovush orqali boshqaruv esa soyalar orqali nazoratni kuchaytirilgan ko'rinishidir. Ovozda Samidbek Mamatxo'jayev, tarjimon Yorichi. Keyingi videolarda ko'rishguncha